Brilliantlarni qimmat olarkansiz deb eshitdim. Men savdo degan bola shuni podarka qilgandi. Toshi brilliant degan, tekshirib beringchi. Sardor bergan narsani Sardorga sotaman deb olib kelibsiz deydi. Ismingiz Sardormi? Mana Sardor. Hop, xonimniki ekan-da. Hop, nima ekan uzr ekan. Brilliantni beraman sizga. Kartasi ham bor-da. Hop, bu kartasi bor ekan. Hop, kartasiga brilliant yozilgan ekan. Probasi 750 deb yozib kartasiga. Tekshirib beringchi, sotsam qanchaga ketadi? Haqiqatdan ham probasi 750 ekan. Hop. Sotmoqchimisiz? Narxlab beraymi sizga? Da, narxlab bering. Yaxshi narsa bergan ekan Sardor. Sardorning o'zi shedri bo'ladi-da. Hop, buningiz menga 400 dollarlarga to'g'ri keladi. 400 dollarga olib qolaman. Ha. Men 100-200 ga ketadi deb o'yladim. Yo'q, 400 dollarga agar sizga to'g'ri kelsa olib qolaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtang, dollar bermaysizmi? Yo'q, so'mda beraman. 400 dollaringiz 5 million 40 ming so'm bo'ladi. Mayli, bering. Mana aytganimda 5 million 40 ming. Rahmat, o'ylaganimdan ko'proq olarkansiz. Yana savdo podarkalar bersa, sizga olib kelaman endi. Olib kelavering, qolamiz. Bo'ldi. Agar sizlarga ham shunaqa tilla sovg'a qilayotgan bo'lsa, qatga olib borib sotishni bilayotgan bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Shaxsan o'zim tillarni qimmat olib qolaman.